Assalomu alaykum hurmatli tuğanlar. Jalolobod Manas mal bozori. At. Toy, biri. O'spirimlardan boshlab beraylik. Puli qancha? 125 ming. 125 ming kami bor. O'ta qattiq semizmi? Semiz ekan a? O semiz qancha aka? Soda qildingizmi? Qancha verdingiz? 101. 101 ming so'm pul berdi tuğanlar. Qancha verdingiz? Verdim satamiz. Qancha pul? No, sherikdan chiqargan edim. 220 dedi o'ta. 220 ming so'm. Sherikdan chiqargan. Baba tay qancha? 105 ming so'm kam. Qancha berdi bozor? 100 ming berdi ekan. No taylar qanchadan aka? 100 ming so'mdan kam bordi. Nega? YouTube'da. Qancha verdingiz aka? 95. 95 ming so'm. Beredi olsun men. Erkek bir qachu? Erkek. Toshli erkek ekan. Liniya tay ekan. Liniyasini aytib qo'ychi. Aytib qo'y. Ha. Otatagini aytib qo'ychi. Ish. Ish? Ish dedi. Ne degani o? Aytmaysiz. Liniyasini aytib qo'ychi. Hadi oynab oldik. Ne? Bundan tartib qolmay, liniyasini aytadi. Yo'q, qo'l dire tartamiz bo'ldi. Liniyasini aytib qo'ychi do'stim. Liniyasini aytib qo'y, liniyasini. Liniyasi uyda qolib tur. Qarabayirdim nesi? Dakammiz, Rugoyonmi? Orashammi, Chormi, Charmilyonmi, qaysi? Zakan. Dakammi? Qayerdagi? Jabrishga. Oktabrskiydan. Dakan ekan yana. Murat aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmi? Qanchadan o'spirimlar? O'spirimlarni 100 mingdan deb o'tirib. O'tdir, qotuvgana? O'ta qatnashamiz. Bunchalik jilib Semizlar nomeringizni aytib qo'ychi, semiz deganlarga. 73 ming. 73 mingen 222 401. 222 401. Semiz desanglar tuğanlar şu kişiye çalasınlar. Ha, semizler. Pastani bo'ladi? Liboy sorti var. Livoy sorti var. 100 mingdan boshlab 150 gacha yin ekan. Semiz srochniy kerak deganlar olaverasinglar tuğanlar. Bog'ib berem, tog'ib berem degan temalarni shu kishi bilan uchrashasizlar. Aytgaysizlar, qancha pul aka? 100 ming so'm kam bordi. 90 deganlar yo'qmi, 80 deganlar aynan. Qulunlar turayli tuğanlar. Bu qulunimiz 70 ming deyapti. Ammo qancha qulun? Qulunlar o'xshaydi ular. Chaban YouTube kanalı. No qancha? 75 lira. Qulun mu kaltataymi? Mana sari qulun ekan a? O sari puli qancha? Hozir o'ynab ekan. Esiga yetib qoldi bu. Bu hozirgina. Ammo tay qancha aka? Qancha? 70 ming so'm kami bor deydi. Bular 60 mingdan kami bor ekan. Erkek urg'achi. Erkek ekanda. Ammo qancha semiz? 70 ming so'm. Liniya? Liniyasi nima ekan? Nokenda Masha Palvonning otini bolasi ekan. O'zidan tartib qo'y. Aytib qo'yingchi. Nokendagi Masha Palvonning otini bolalariga buni o'zidan tartib qo'ysam, o'zini tart. Dalil o'zi olsun. O'zini tartib. To'g'ri aytsangiz. Yo'q, qovoq boshini qirsam o'zidir. Qovoq boshchayin degan biroq. Nomerni aytib qo'ying sonda. Ayt. Nomerni ayting. Ayt. Liniyalarda. Nomerni aytmaysizmi? Siz sotasizlar baribir. Bo'l ayt. Ya 30 ming so'mda qulun bor bu. Mana o'zi turadi qo'y. Kim palvon dedingiz? Masha palvon. Qancha uni? 70 mingdan kam bor ekan a? Erkek urg'och, puti qo'l toza.
Qanchadan taylar? 65-60. 65 ming, 60 ming. Nos 65 mi? Semiz deydi. Aka qancha oldu? 117 ming so'm bo'lib oldu. 117 ming so'm. 117 ming oldu. Buldagı mı? 107 ming. Bul 107 ming so'm bo'lib oldu. 17 107. Ana endi ushundan et ko'p chiqadi uni da qaraganda-chi. 30 ming so'm qulum bormi? 30 olacak. Buni qancha? 65. Bu kaç? 65 ming kam bor. Qancha mı otay? 65 'ten. Bu kaç TL? 65 mingdan kam bor. Qiz be. Shu qulunni berish mumkin 30 ga. Buni qancha? Buni. 30 ga yo'q be. Ne diyorsun? 30 ga qulun yo'q bu. Brachiga qancha qolsa berasin? Mayli ayt. Qancha qolsa berasin buni? So'ring qo'y. Yesi kim? 30 ga berebe? Kim degan? Kim degan yesi? Ha? 30 milyarsı. Ova. Ya akıl var. 30 ga verse qiyqirib qo'ya? Akıl var. So'rib qo'ysa. Bu taylar qanchadan? 55 mingdan kam bor tuğanlar. Ova qanchadan taylar? Kaçı? Arzonroq aytingchi. 60'dan. 60 mingdan kam bor. Buni qancha? 55. 55 ming so'm kam bor. Bu liniyasi kuchli degan o'spirimlar yo'q bu tuğanlar. Buni to'rtay qancha oldu? Satılyaptır. Çoğayda öyle tuğanlar. Çoğay var, çoğunluk edeyle akıllı. Ama 80 euro Neyse boy verdi. Neyse boy verdi adam. Derse al abi. Adam ya. Ceylan demez ki babası. Aşağı al. Ver 80 ming so'm oldu. 80 mi? Kursdan beri. Ber kursdan. Ber. Ber kursdan shuncha odamlar saza qilib qoldi. Ber. Yok mayli mi? Bugün aldı. Degan o'sha aytdi. De baraka o'zicha bir qiqirib. O'sha ber dedim da. Qo'sh ben baraka. Razı olma. Ne sen sadaq. Tamam sen bana aytgan yana nima qo'ymagan. Sen oğlan şular şu badal apaz baza qo'rg'onda biz yoqda. Bari taqa ol. Endi biz qo'yan berish kerak yo'q. Qaruzimiz bermaychi o'zgachiga. Elchi berdi. Ustan ber. Kursu ber do'stim. O'sha ber o'tam. Ne olacaksa ver. Ertemen sonra başkalarına. 80 ming so'mga berib edi tuğanlar. Bu o'spirim qancha aka? 130 ming so'm kam bor. Beresmi? Men bo'ldim deb qo'ysim. Ha? Men 105 mingni aytib qo'ysin, ham sizga qo'shaman. Beresmi? Qanchaga? 5 ga. Al balam deb o'spi. Al ukam deyim, biroq aytmayman-da. Soda qalat oldu. YouTube'ga bir baraka yozib qo'yingchi. Baraka. 100 o'spi? Yo'q. Bir o'sha putuna qayli bo'lib oldim men aka. Al pul. O'sha bar joylar ko'riblar, men Bering. Rostsizmi? Al ukam deylasizmi? Al ukam deyim, al pul aytmay biroq. 106 qachi? 110 qoldi, berib eganman. Ya, aynan aka, buni qo'sh ukam deganingizga sizning dilingizga qo'shib qo'ydim. Mana YouTube'ga baraka yozib qo'yingchi bundan. Rostsizmi? Men ham aytib qo'ydim mana. Berib eganman deb. Bo'ldi, ming so'm tushib berdim. Rostmi? Ya, aynan aka, shunday qilib olsangiz, qo'ysangiz. Yo'q, men da banda qilmadim. Men dil aytib qo'ydim mana. Eldan ming so'm tushib berdim. Men eldir patasini berib qo'ysin sizga buni. Bo'ldi. 106 ming berdim. Bunda shikasi bor, men tavakkal dedim. Aka, Yo'q. bunda qiyilmay bersangiz alam. Qiyilsangiz qo'ying aka. Yo'q, men dili qiyilmay aytdim, biroq berib eganman ham ming so'm tushirib qo'ydim. Rostmi? Sen dedim men dedim. Ya, aynan aka Oy bering. ukam 10 mingga 10 ga berib edim. Ming so'm javob tushib berdim men foydalan deganingchi. Men dili jomon aytmagandirmi? Izdan berdi dedim da. Ya tavakkal bo'lib qoldi. Men dili tavakkal qildim sana buni. 107 ga gilegin atalib oldi bir. Oyim shunday da. Biri aldashadi, biri bayon qilmasa da. Aka beres bermaysizmi? Bere turgan bo'ldim bunda. Rostsizmi? 109 ga. Ya bunda YouTube'ga baraka o'zingchi bir ko'raylik. 109 ga.
Onday kılmaڭız aka. Al balam deň. Al deyim. Rahatsızbı? Koşasın al deyim. Sen koşasın men çiğim. Razısın menin damına bar deyim. Aka Sen koşturup hem koşukam degeniz sözünüzge ele koşup koydum buna. Yok, men dile beri bergen daha çülüp koydum. Beri desem bolbodu. 1000 so'm tushib berdi. Razısın mı lan ne öyle satayım men daha. Ha kökbey kança oldu işte? 105 bin so'm oldu tuğanlar kökbey. Yetti dile bak. Ha işte. İyi. Beres bir. Verdim o. Rahatsızbı? Koğuzga. Yo aynen aka bırak sizin diliniz mi ne koşup koydum. Bukam 105'e vermedim degeningizge mına. Buna YouTube'a tatkil aytdım bile. 106 bin so'm pul verem. Al balam şimdi. O putunda şişkası var ki şişkasına hayıldım ben. Hayli oludan geldim. Dünya yüzü görüyordu. Rahatsızbı? Koşasın benim. Aka. Men tushib berib o'taman-ku.